Assalomu alaykum. Hurmatli fizika ixlosmandlari, bugun sizlar bilan Innova A0 kitobini keyingi mavzularini yechimini qilishni davom etamiz. Bizda keyingi mavzuyimiz ikkinchi mavzu to'g'ri chiziqli tekis harakat. Shu mavzuni Xudo xohlasa bugun sizlar bilan barcha yechimlarini, barcha masalalarni yechimini ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam boshladik. Boshdagi masalalarimiz unchalik u darajada qiyin emas, lekin shunda ham iloji boricha barcha testlarni yechimini qilib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Birinchi testdan boshlayapmiz. Birinchi testimizda 2400 sekund necha minut debdi. 2400 sekund. Biz bilamizki, sekunddan minutga o'tish uchun 60 ga nima qilamiz? 60 ga bo'lamiz. 60 ga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni 2400 da 60 ga bo'lamiz. 60 ga bo'ladigan bo'lsa, bizda javobimiz 40 minut chiqadi. Ya'ni javobimiz birinchisida Y bo'ladi. Qiyin emas boshi. Ikkinchisi 1,5 soatimiz necha minut bo'ladi deyapti. 1 soatimiz 60 minut, demak 1,5 soatimizni minutga o'tkazish uchun 60 ga ko'paytiramiz. 1,5 da 60 ga ko'paytirsak, 3 taqsim 2 ko'paygan 60 qilsak, osonroq bo'ladi. 2 bilan 60 qisqaradi 30. 30 ni 3 ga ko'paytirsak 90, ya'ni 90 minut bo'lar ekan 1,5 soatimiz. Javobimiz A. 3. Vaqt birligidagi ko'chishga miqdor jihatdan teng bo'lgan fizik kattalik. Vaqt birligi ichidagi, ya'ni vaqt bir bo'lgandagi ko'chishimiz, ya'ni bu ham bo'lsa, o'zi mana bunday yozardik, ya'ni V teng S taqsim T. V teng S taqsim T ni ko'pchilik biladi. Ya'ni bu bizda hozir tezlikni beradi. D javob. Keyingisi 4-test. 90 km taqsim soat necha metr taqsim sekundga teng deyapti. Biz bilamizki, kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekundga o'tkazish uchun kattaliklarimizni nima qilamiz? 3.6 ga bo'lamiz, to'g'rimi? 3.6 ga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni 90 ni 3.6 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda javobimiz 25 metr taqsim sekund chiqadi. To'g'ri javobi Y. 5-testimiz. Endi kilometr taqsim soatdan bunda ham yana o'sha metr taqsim sekundga o'tish ekan. Endi 54 ni 3.6 ga bo'lamiz bunda. Bo'ladigan bo'lsa 15 metr taqsim sekund chiqadi. Javobimiz C. 18 km taqsim soat necha metr taqsim sekund bo'ladi? Bunda ham yana o'sha 18 ni 3.6 ga bo'lamiz. Bo'lsak 5 metr taqsim sekund chiqadi. Javobimiz A. 7 da 1800 cm taqsim minut tezlikda metr taqsim sekundga o'tkazing deyapti. 1800 cm taqsim minut. Bunda birinchi nima qilamiz? Metr taqsim sekundga o'tish uchun 1800 o'zini yozaman, santimetrda metrga o'tkazaman. Santi degani bizda bilamizki 10 darajasi -2, ya'ni alt qo'shimchalardan bizga ma'lum. Minutda bo'lsa sekundga o'tkazib olamiz. Minut o'rniga 60 sekund qo'yaman. Qo'yadigan bo'lsa mana birligi metr taqsim sekundga o'tdi. Endi bu joylarni hisob kitobini qilib qo'ysam bo'ldi. 10 darajasi -2 bilan mana bu yerda 2 ta 0 o'chadi. 18 ni 60 ga bo'ladigan bo'lsam, javobim 0.3 metr taqsim sekund chiqadi. Javobimiz B variant. 8-testda. To'g'ri chiziqli tekis harakatda harakat vaqtida deyapti. To'g'ri chiziqli tekis harakat vaqtida bilamizki biz tezligimiz nima qilmaydi? Umuman o'zgarmaydi. Ya'ni tekis harakat deganda biz haligi yama yo'l, nima deydi? Chuqur bo'lmagan yo'llarda biz, ya'ni tezlik o'zgarmaydigan harakatni nazarda tutamiz. Tekis harakat degani shu. Shuning uchun tezlik katta o'zgarmaydi va konstanta. 8-testimiz javobi B. Keyingisi 9. To'g'ri chiziqli tekis harakatda tezlikni aniqlash formulasi ifodasi deyapti. Ya'ni V teng S taqsim T. Mana shu formula orqali tezlikni aniqlaymiz. Ya'ni javobimiz B bo'lar ekan. 10-test. Jismning to'g'ri chiziqli tekis harakatidagi harakat vaqti ifodasi qanday ifodalanadi? Ya'ni mana shu ifodadan vaqtni topadigan bo'lsak, T teng S taqsim V degan ifodamiz nima bo'ladi? Kelib chiqadi. Javobimiz D variant. Keyingisi 11. Jismning tezligi va vaqtining ko'paytmasi, ya'ni tezlik va vaqt ko'paytmasi bizda bosib o'tilgan yo'lni beradi. Javobimiz Y. 12. To'g'ri chiziqli tekis harakatda bosib o'tilgan yo'l qanday ifoda bilan aniqlanadi deyapti. Ya'ni S teng, yana o'sha gap, tezlikni vaqtga ko'paytirish kerak. V karata. Javobimiz B. Keyingisi 13. Moduli bir xil tezlikda harakatlanuvchi ikkita jismdan biri yarim aylana bo'ylab A nuqtadan B nuqtaga T1 vaqtda davomida, ikkinchisi esa T2 vaqt davomida A, B to'g'ri chiziq bo'ylab keladi deyapti. Endi
Bizdan so'ralayotgan narsa nima? Vaqtlar nisbati. Ikkalasi ham bir xil tezlikda deyapti. Hop, mana shu joyga e'tibor beramiz. Endi nima qilamiz? Mana bu birinchisi, qaranglar. Mana bu trayektoriya bo'ylab harakat qilyapti. Ya'ni bu nimani bosib o'tyapti? Yoy bosib o'tyapti. Ya'ni buni o'zi aslida mana bunday deb polni bitta to'liq aylana edi. Hop, deb oladigan bo'lsak, o'zimiz xayolan shunaqa deb oladigan bo'lsak, hozir A dan B ga kelish uchun hop birinchi odamimiz nima qilyapti? Birinchi odamni yurgan yo'li aylana uzunligi misol 2πr bo'ladigan bo'lsa, odamni yurgan yo'li mana shu aylana uzunligi 2πr ni yarmiga teng. Ya'ni 2πr taqsim 2 ga teng. Buni ko'pchilik biladi. Pr bo'ladi bu ham, to'g'rimi? Ifodamiz Pr bo'ladi. Ya'ni birinchi odam yurgan yo'li Pr. Endi ikkinchi odamga e'tibor beramiz. Ikkinchi odam dedi, qaranglar. Hop, boshqaranglar nima qilaylik. Ikkinchi odamimiz endi e'tibor berasizlar. Mana bu trayektoriya bilan harakat qilib kelyapti, to'g'rimi? Mana bu trayektoriya bilan harakat qilib kelyapti. Endi nima qilamiz? Ikkinchi odamda yurgan yo'li nima bo'ladi? Hop, bu markazda biz uchun aylanamiz uchun. Mana bu joy A dan nuqtagacha, ya'ni markazgacha bo'lgan masofa radius, hop yana markazdan B gacha bo'lgan masofa ham radius. Ya'ni ikkinchi odamimiz buni S1 deb qo'yamiz. Mana bu ikkinchi odamimiz yurgan yo'l S2, ya'ni bu 2r masofaga teng bo'lgan yo'lni bosib o'tyapti. Endi hop nima qilamiz? Birinchi odamni sarflagan vaqti nima bo'ladi? Birinchi odamni sarflagan vaqti hop T1 teng nima bo'ladi? Vaqt topish formulasi S1 taqsim V1. Hop, ikkinchi odamniki bo'ladigan bo'lsa, T2 teng, hop, S2 taqsim V2. Endi ikkalasini nima qilish kerak? Nisbat olish kerak. Bo'lib tashlash kerak, chunki bitta nisbatini so'rayapti-da bizda savolda. Hop, endi bitta boshda aytib qo'yapti. Ikkalasi tezligi bir xil deyapti. Bu deganda tezliklarni teng deb olib ketamiz. Hop, bo'lganimda T1 taqsim T2 ni topganimda, hop, nima bo'ladi? E'tibor bersalaring, S1 hop, mana bu yerda S2 har xil rangda yozmadim. Ko'kda yozib qo'ydim endi. Hop, V2 miz suratga chiqadi, V1 miz mahrajda qoladi. Bular tenglik uchun qisqarib ketadi. Ya'ni T1 taqsim T2 bizda teng bo'ladi. S1 taqsim S2. S1 miz ham PR ga teng. Hop, S2 miz 2R ga teng. Radiuslar qisqarsa, javobimiz pi taqsim 2 chiqar ekan. Pi taqsim 2, ya'ni B variantga to'g'ri keladi javobimiz hozir. Hop, keyingisi 14-test. 14-testga e'tibor beradigan bo'lsalaring, bir jism A nuqtadan yarim aylana bo'ylab V1 tezlikda, ikkinchisi esa V2 tezlik bilan AB to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlana boshladi. Ikkala jism bir vaqtning o'zida B nuqtaga yetib keladi. Bu jismlarning tezliklari nisbati V1 taqsim V2 ni hisoblang deyapti. Endi bunda nima qilamiz? Bunda e'tibor berasizlar. Yana o'sha gap. Hop, birinchi jismimiz yana o'sha aylana yarimni bosib o'tyapti, ya'ni birinchi jism aytyapman, yurgan yo'li S1 teng polni aylana uzunligini yarmi. Ya'ni u ham bo'lsa 2πr taqsim mana 2. Ikkilar qisqarib ketdi degan bo'lsa, pr yo'lini yurgan bo'ladi-da birinchi odam. Hop, endi qaraymiz. Ikkinchi odam bo'lsa, ikkinchi odamimiz mana bu. To'g'ri chiziq bo'ylab yuryapti. Radius, ya'ni ikkinchi odamni yurgan yo'li ikkita radiusga teng. Hop, endi bularda tezliklarning nisbatini topishimiz kerak ekan. Birinchi odam tezligini topish uchun bosib o'tgan masofasini sarflagan, ya'ni o'sha masofani bosib o'tish uchun sarflagan vaqtiga bo'lamiz. Ikkinchi odam tezligini topish uchun bo'lsa, yurgan yo'lini, o'sha yo'lni bosib o'tishda sarflagan vaqti tagiga bo'lamiz. Bizda shart aytib qo'yapti. Ikkala odam deyapti. Hop, ikkala bir vaqt o'zida B nuqtaga yetib keladi deyapti. Mana bir vaqtning o'zida B nuqtaga yetib keladi degani, ularning harakatlanish vaqti teng degani. Hop, endi ikkalasini mana shu sistemadan nisbat oladigan bo'lsak, V1 taqsim V2 miz bizda hop nimaga teng bo'lib qoladi? S1 ko'paygan T2 taqsim hop S2 ko'paygan T1. Vaqtlarimiz qisqarib ketadi, chunki teng ekanda. Hop, V1 taqsim V2 miz bizda teng bo'ladi S1 taqsim S2. S1 miz PR ga teng, yana S2 miz 2R ga teng. Hop, radiuslar qisqarsa, javobimiz yana pi taqsim 2 deshmadik. Agar mana shu joylarda hop e'tibor berib ketasizlar, ozgina nisbatlarda adashib ketib qolishi mumkin. Ya'ni V1 ni V2 ga nisbati, V2 ni V1 ga nisbati. Endi shunaqangi holatlar bo'lib qolsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaring to'g'rilab ketasizlar. Hop, keyingi masalamiz 15-masala. Hop, ikki mashina OX va OY
yo'llarini kesishish nuqtasiga qarab bir xil tezlikda harakatlanmoqda. Tezligi 12 metr taqsim sekund bo'lgan. Birinchi avtomobil o nuqtaga yetganida, ikkinchi avtomobil bu nuqtadan 100 metr uzoqlikka o'tib ketadi. Ikkala avtomobil ham bir vaqtning o'zida koordinata boshiga borish uchun ikkinchi avtomobil tezligini qanday o'zgartirishi kerak deyapti ekan. Endi qaranglar, nima qilamiz? Hop, o'zi birinchi kelinglar. Hop, ikkala mashinani